Assalomu alaykum. Ismim Ziyodulla. FlyESIM kompaniyasining asoschilaridan biriman. Keling, yana bitta savolga javob berib o'tsam. Chet elga chiqqanimda eSIM sotib oldim va bu eSIMdan VPN orqali ishlatishim kerakmi yoki yo'qmi? Odatda 90-95% davlatlarda VPN shart bo'lmaydi. Bu internetni o'ziga bog'liq, ya'ni u davlatni qo'ygan cheklovlariga yokida qanaqadir qiyinchiliklariga bog'liq. Odatda bunaqa VPN bilan ishlatish, misol Xitoy, Tayvan yoki bir boshqa davlatlarda bo'lib qolishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Aytishadi, misol biz Xitoyga eSIM sotib oldik, bizda hammasi yaxshi ishlayapti. Orada kirganda misol uchun YouTube ishlamay qoladi yoki Telegram ishlamay qolyapti yoki bir boshqa qanaqadir servis ishlamay qolsa, bu internet ishlamayapti degani emas. Bu o'sha, ya'ni Xitoy davlati o'sha dasturlarga cheklov qo'ygan hisobida. Bunda siz qo'shimcha tarzda VPN sotib olishingiz kerak va VPN ni aktivatsiya qiladigan bo'lsangiz, keyin dasturingiz ishlab ketadi. Bu degani eSIM ishlamayapti degani emas. O'sha uchun agarda siz misol Xitoy, Tayvan orada Rossiyada shunaqa holatlar bo'lib turadi yoki Kanadada bo'lib turadi yoki Yevropaning bir ikkita davlatlarida bor, davlatni o'zi qanaqadir dasturga cheklov qo'ygan. U cheklovni yengib o'tish uchun, u cheklovni chetlab o'tish uchun siz telefoningizga VPN ustanovka qilishingiz kerak va o'sha VPN ni yoqqaningizdan keyin sizda internet o'sha dasturingizda ishlay boshlaydi. Demak, bugungi aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda sizda eSIM ni o'rnatish bo'yicha, uni aktivatsiya qilish bo'yicha qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring yoki bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi profillarimizga o'tib savollaringizni berishingiz mumkin va bizning operatorlarimiz sizlarga tez orada javob berishadi. FlyESIM zamonaviy sayohatchilar tanlovi.